Ularga ham tashlab qo'y. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar. Sementali ishqibozlar bor, mana ko'ringlar. Maza qilyapti o'zi ham buzoqlar. Mana rasa charchab ko'radigan video. O'zi qisqacha bo'ladi. O'ynab turganlarni ko'ringlar. Mana joytiga ham kelib oldi jonivorlar. Rasa chanqabdi o'zi ham issiqda. Shunaqada bular shunaqa ko'kda o'tlab yurishibdi-da, enasini emib. Ko'ringlar. Maza qilyapti bular o'zi ham mana kunduzi bilan issiqqacha yurishadi. Bog'da, dalada. Kunisigandan keyin sheyda o'zini kichkinagina xonachasi bor. Damda oladi salqingacha. Salqinda yana sekin yaylovga chiqib ketishadi. Mana shunaqa qilib boqilyapti. Kattarib ketaveryapti lekin, hurmatli obunachilar. Mana ko'ringlar. Bunisi 2 oylikdan o'tib qoldi. Anasi 4 oylikdan o'tib qoldi mana. Shunaqa qilib boqilyapti. Bular haligi enasining tagida yurib, yaylovda yurib. Katta bo'lsa xudo xolasa. Ham rasxod kam. Endi sharoiti bola shunaqa qilib olib tashab qo'ysanglar ham bo'p qolar ekan-da, ha demayman mana. Bunisi qo'shilgan. Bunisi sheyda tug'ilgan o'zimizda. Kelasi ham xunajin. Endi videoyimiz qisqacha bo'ladi. Endi daladan yo'q olib kelyaptik. Videoga olgimiz kelib ketdi-da. Bizda shunaqa yangiliklar, hurmatli obunachilar. Kimda qanaqa yangilik, kim nasl yo'nalishiga o'tdi yo endi o'tmoqchi? Kommentariya bo'limiga o'tib, fikrlaringizni bildirib qolaverasizlar mana. Kanalimizga mehmonlar obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa yaxshi ma'lumotlardan, bozor narxlaridan, nasl ishqibozlariga yetkazib boramiz. Hammanglarga rahmat, sog' bo'lasizlar.